Birleşme Agentligining xabar qilishicha, Taklamakan qumliqining girvaklariga joylashgan Xotan ittifoq yezi nomidagi bir yezning borligi ma'lum bo'lgan. Bu joyda har xil millatlar aralash o'ltiraqlashgan bo'lib, tajriba maydoni o'rnida ishlatilganligi va kollektiv assimilyatsiya faoliyatlari elib berilganligi oshkorlangan. Uyg'urlarni jamiyatga moslashtirish bahonasi bilan qurilgan bu yezning ichiga kirgan vaqtda aslida millatlar ittifoqligi tashviq qilingan bu joyda ittifoqlikning yo'qligi, aksicha Uyg'urlarning milliy va diniy kimligini ifodalash o'rniga tomlarning Xitoy bayroqlari bilan bezalganligi, Uyg'urlarning o'zaro Xitoycha paranglashga majbur ekanligi ma'lum bo'lgan. Kanadada faoliyat qilayotgan Uyg'ur faoliyatchi Mehmet To'xtapandi 2 kundan buyon Kanada Tashqi ishlar ministrligida muhim shaxslar bilan Sharqi Turkiston haqida uchrashuvlarda bo'ldi. Kanada parlamenti va Tashqi ishlar ministrligida ziyoratini davomlashtirayotgan Mehmet To'xtapandi Tashqi ishlar ministri Kristina Freeland bilan ko'rishdi. Islom hamkorlik tashkilotining Saudiya Arabistonining Jidda shahrida ochilgan yig'inida Xitoy ishg'oli ostidagi Sharqi Turkistonda Uyg'ur musulmonlari uchrayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklari haqida bayonot e'lon qilindi. Huawei shirkatining bosh moliya amaldori Meng Wanzhou, Amerikaning talbiga asosan Kanadada qo'lga ilingandan keyin Xitoydagi ba'zi shirkatlar olma mahsulotlarini o'z ichiga olgan Amerika tovarlariga qarshi boykot qilish faoliyati boshladi. Markaziy Şinjanga joylashgan elektronlik zapchas ishlab chiqarish shirkati manfaat olma mahsulotlarini ishlatgan xizmatchilarga mahsulotning bahosiga o'xshash miqdorda jarimani qo'yganligi e'lon qilindi. İsrail qismlari ishg'ol ostidagi Sharqiy Quddusdagi Quddus universitetida bostirish harakati olib bordi. Falastin tarafqullarining xabar qilishicha, Isroil qismlari Sharqiy Quddusga tava Abudus rayonidagi Quddus universitetiga bostirib kirib, ba'zi fakultetlarda oqtirish olib borgan. Isroil qismlari harakat jarayonida ba'zi ishxonalarga buzg'unchilik solgan va universitetning bexatarlik kuzatish apparatlarini musodir qilgan.